Uşaman, uşaman. Привет. Kazan perdeyine göçtü. Petrimizi göçtü. Allah ya onu görsün ha. Hey, zato didarshirim. Qo'ying. Beshak hakkında fikirlariz. Ish oldu damamiz. Dahshatmi? Tavsiya etasizmi? Teknolojiya. Jizzax 2025-yil oldu. Yulduz Usmonova ovoz beraman. Ovoz berasizmi? Dakansan. Dam olishdan ne ko'ringlar? Faqat sonli g'alaba, hammasi. Oy yuzingga jon bilata bandaman, mehri ravshan dil bekin ta bandaman, mehri ravshan dil bekin ta bandaman. Islam Sharing bor. iching yamazo'ra bir do'g'onga o'tirgan salamas qisliqma. Omadni dangasalar o'ylab chiqarishgan. Omad so'zini dangasalar uchun yalqovlarga mo'ljallangan bu gap. Omad o'zi yo'q narsa, mehnat bor. Темная только пули свистят по степи. Naru. Dam olish zo'rmi? Sultan aka, ruxsat bersangiz uyga ketsak. Nima qilasan uyda? Nima bor uyingda? G'aribun notavon bo'lib yashamoqchimisan? Maqsad sen tirnab ketar. Rasmlarni tashladigan vaqtlaringizda so'rashamiz. Ne gap qildi? Dam olish zo'rmi? Antanı yapsam? Kimsiz? Man mahallenin şu. Bırakan loka tugulur. Loka. Dilaydutni plохо. Shunday mi? Yaxshi. O'zing yetib qolding. Dam olish shunday zo'r oldi yana. Artel suntendan bog'lar edi. O katta emas, islom emas, birari 200 ya. Oldu pasayın tamam. Yol tamam bu kamazın. Şoy tamam. Ya var mı? Introga bo'lmadi. Qo'y. Bo'ldi, tirnab ketish kerak. Bormi? Men o'zim qiyomatli akam bilan o'tiribman. Akam sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Har doim meni yonimdalar akam. Alloh rozi bo'lsin.